kitobmi? Unda iBook. Bu Abu Muhammad Sulaymon Jazuli Hazrat Shozali tariqatida avliyoulloh zotlardan bo'lgan Daloil Hayrat kitobi islom tarixida Qur'oni Karimdan keyin eng ko'p nashr qilingan 2-3 o'rinda turadigan kitob. Sahih Buxoriy bilan oldinma ketib turadi. Masjid-i Nabaviyda yaqin yillargacha Qur'oni Karimdan keyin yonma-yon doim shu turgan. Butun islom ahliga birdek ma'qul kitoblardan bo'lgan. Bu kabi kitoblar juda ko'p yozilgan. Illo shu kitobning muallifini taqvosi, ixlosi, haqiqiy bir Xudoga bo'lgan muhabbatidan hammaga manzur deng. Hammaga manzur. Sababi ta'liflari ko'pchilik eshitgan o'sha quduq voqeasi bor. Men o'sha 500 yil oldin yozilgan bu kitobga sharhda yaqinda o'qigandim. Kara Davud degan odam yozgan ekan, Alloh rahmatiga olsin. Shu kitobda zikr qiladilarki, bu kishini ayollari bir kuni kechasi qarasa, uyg'onib qolgan paytda kiyinib chiqib ketyapti. Ko'ngliga bir shubha tushdi, orqasidan poyladi. Eshikdan chiqishiga dedi, ikkita sher turibdi ekan dedi. Sher haligi ayolni ikkita yonidan yurib himoya qilib ketyapti. Dengiz oldiga bordi dedi. Dengizni ustidan yurib, o'rtada bir qubba turibdi, ichiga ibodat qilib, yana qaytib hech narsa bo'lmaganda sher himoya qilib boradi. Qaytishsa ham kelib yotdi dedi. 2 haftacha shunaqa davom etdi. Yana bir boshqa rivoyatda kechasi bir paydo bo'lib qolar ekan, ya'ni Madina Munavvaraga borib kelar ekan degan mazmunda. Ayoldan so'radi hayron bo'lib, ya'ni senga Xudo bu maqomni qanday berdi desa aytadiki, menga bir salovat sharif o'rgatilgan dedi. O'shani o'qiyman, borib kelaman dedi. Mana shu she'rlarni menga Alloh taolo vakil qilib musahhar qilib bergan. Menga ham o'rgat shu salovatni desa, men bir istixora o'qib Payg'ambarimiz alayhisolamdan ruxsat so'raychi, agar izn bersalar o'rgataman dedi. Ertalab shu rosa kutib turgan bo'ladi. Jab turib, nima bo'ldi desa, izn bermadilar dedi. Ichiga bir olov tushadi, hali meni endi bir o'rganay deb butun dunyo kezib, ulug' muhaddis olimlar, ulug' avliyoullohlar, katta bir ahlullohlarning oldiga ziyoratga borib, eng nodir salovatlarni, eng bir sahih bo'lgan, eng haligi fazilat ulug' bo'lgan salovatlar hammasini yig'ib, oxirida Daloilul Hayrat yaxshiliklarga dalolat qiluvchilar degan mazmunda kitob yozadilar. Kelib turib ayoliga ko'rsatadi. O'qichi deydi, sen o'qiydigan salovat ichida bormi ekan deydi. O'qib turib tabassum qilib, ha bir necha joyda takror ketdi deb aytadilar. O'sha bugunlik payshanbalik hizbning ichida bor shu salovat. Haligi Hazrat butun umr haligi oyoqda yurib qidirib kelgan salovatni hozir sizga o'qib berish mumkin. Lekin uni o'qiydigan odam shunchaki mazmuni yoki zohirini o'qishlik emas. Uni o'qiydigan endi Jazuli Hazratning ayoli kerak deng. Unday ixlos kerak. O'qisangiz hozir bitta ko'z yumsangiz Madina Munavvarada paydo bo'lib qolmaysiz. Umar roziyallohu anhuga Rum qaysari xat yozadi. Boshim juda qattiq og'riyapti deydi. Tafsir Ruhul Bayonda keladi. Bismillahirrohmanirrohim deb sharhida kelgan tafsirida. Menga bir shifo bo'ladigan narsa yuborsangiz deganda bir bosh kiyim jo'natadi. O'shani kiysa deng, bosh qo'yadi, yechib qo'ysa yana og'riyveradi-da. Keyin nima yozdi deb ichini ochib qarasa, Bismillahirrohmanirrohim deb yozib qo'ygan bo'ldi. Bir qog'ozga, bir parchalari lattaga. Bu boshqa gap yo'q. Umar roziyallohu anhu sahoba ikromlar kelsa, shifo bo'lsin, meni bir o'qib qo'ying deb har xil kasallar kelar ekan. Ixlos surasini o'qib damir qo'yar ekan. Yaxshi ketaverar ekan. U kishi vafot qilganlaridan keyin endi katta sahoba ikromlar kelib turib o'sha kasallar murojaat qilib, boshim og'riyapti yo biror kasalim bor, o'qib qo'ysin dedi. Ular ixlos o'qib dam olsa, avvalgi narsa yo'q. Biz o'sha ixlos o'qiyapmiz desa, uni o'qiydigan umr o'tib ketdi degan ekan. Ya'ni amalni quvvati va qanchalik uzoqqa borishi, bir o'q desak, uni uzoqqa uchirishlik o'sha tortadigan kamonni ipiga bog'liq. Biz kamonchilar libra deymiz uni otini. Librasi qancha baquvvat shuncha uzoq uchadi. Ixlos ayni shu narsa ekan. Bu Jazuli Hazrat Imom Shozali Hazratni nevara shogirdlaridan bo'ladi. Mana necha 100 yillardan beri o'qilyapti.
Bugun o'zi bir 20 ta zakaz qildirib yuboradi arabiy matni bilan chetdan. O'zi masalan nechta nashr bo'lsa, uyingizda har bir nashrga to'ldirsangiz arziydigan salovat sharif shunday bir buyuk narsaki, Alloh taolo o'zi farishtalari salovat aytib, ya'ni iymon egalariga buyurib turgan narsani siz bilan biz nimaga qilmaymiz ekan? Shu insonni ibodati qushda bitta qanoti bo'lsa, Payg'ambarimiz alayhisalom aytadigan salovati ikkinchi qanotdek o'rgatishgan ilmlar yoshligidan. Qush bitta qanoti bo'lsa, bir joyda aylanib pitirlab qoladi, uchmaydi tepaga hech qachon. Shu salovat bilan ucharkan deyishardi. Shunday bir zotni eslamasdan bo'ladi. Xursand bo'ldik, so'zga ruxsatlaringiz bilan. Nashrlar go'zal chiqdi. Kitobmi? Unda iBook